Assalomu alaykum qadrdonlar, kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Muborak hayit ayyominglar bilan. Qadrdonlar, e, kichkinagina bedana biznesimiz Xudoning qudrati bilan Allohga shukr sekin-sekin kengayishda davom etyapti. Bilasizlar, 10 kunlik bedana jo'jalarini yerda boqdim. Kletkaga olganim yo'q, bruderga ham solganim yo'q. Shu yerda boqishni boshladim, imkon qadar issiqroq ushlashga harakat qilib, keyin ular tuxumga kirgandan keyin sotdim, keyin yana bedana jo'jachalarni oldim, hamma puliga. Shunaqa qilib, Xudoga shukr, Allohga shukr, sekin-sekin kengayishni davom etyapti. Endi mana shu 10 metrga, eni 4 metr, balandligi 3,5 metr xonani ham sekin-sekin tayyorlashni boshladik. Bugun bruderlar tayyorlab qo'ydim. Sababi mana shu Xitoydan, Shanxaydan, keyin Moskvadan tuxumlar olib kirishni Xudo xolasa yo'lga qo'yapmiz. Mana birinchi pochinini kecha pulni o'tkazib yubordik, to'la to'kisligicha. Shu Shanxayga, keyin Moskvaga. Xudo xolasa 20 kun, 25 kunda u tuxumlarimiz kirib kelsa, sekin-sekin inkubatorga qo'yib ko'paytirishni boshlaymiz. Hozir men bruderlarni bitta первоначальный проверкаga olib kelib, испытаниеga olib kirib qo'ydik. Men hozir bruder bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Mana men bruder. Hozir men gradus sekin-sekin pasayishni boshlayapti. Men nimaga Penaplex bilan izolyatsiya qilib qo'yganman? Tepasini, mana orqa tomonini, keyin mana ikki yonini uncha-muncha izolyatsiya qilib qo'yganman. Birinchidan bu mana bu tomoni ham izolyatsiya qilingan. Birinchidan bu issiqlik energiyani yaxshi ushlab beradi. Ikkinchidan elektr energiyasini ekonom qilib beradi. Mana hozir 33 gradus akansovkasi, ya'ni o'sha eng kam gradusni 33 ga qo'yganman. Mana. Tugash gradusini 37 ga qo'yib qo'yganman. Demak, bu termoregulyatorimiz 33 bilan 37 ni orasida gradusni bir xil maromda ushlab berib turishga harakat qiladi. Keyin mana ko'pchilik bruderdan qanaqa foydalanishni bilmas ekan, bu jaydari jo'jalarda bruderni imkon qadar taglik deymiz biz. Mana shu taglikdan foydalanib pampers deyiladi. Mana shu materialni ko'rasizlar, o'zi material tagida setka bor. Uxlab qolibdi-yu brachka. Mana material tagida setka bor. Bu sirazi setkaga qo'yib yubormasdan birinchi mana shu pampers ustida boqiladi. Bu qachonki yiriklashib, o'zini tutib olib, bemalol setkani ustida yuradigan bo'lgandan keyin o'sha pamperslarni olib tashlab, primoy setkani ustiga qo'yib yuboramiz. Va suv idishlari adapter bilan santexnichеский ishlangan bilan mana yonkisga ulab qo'yilgan. Yonkisda постоянный suv bo'ladi. Keyin men bu karmushkani anaqaga qotirib qo'yganman, doskaga. Sababiki bu karmushkani ko'pchilik anaqa qilib yuboradi, yiqitib yuboradi, keyin karmushkani sal anaqa qilib qo'yishadi. Ya'ni yem isrof bo'lib ketadi. Ertaga mana tagliklarni olib tashlaganimizdan keyin mabodo to'kiladigan bo'lsa, sira setkadan уже axlat patnisga tushib ketib qoladi-da. O'shani hisobini olish uchun ozgina bo'lsa ham yeminglarni ekonom qilib beradi mana shu doska. Endi men kichikroq qilib qo'yganman. Bundan ozgina kattaroq qilib qo'ysanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana o'sha isitish lampochkalari ishlashni boshladi. Mana bu dejurniy lampochka bu faqat xonani yoritib berib turadi. Bu issiqlik lampochkasi xonani isitib beradi. Qadrdonlar, qizil lampochka bilan sariq lampochka ishlash prinsipi bir xil. Ko'pchilik men bilan imkon qadar anaqa qiladi, mana shu masalada savol-javoblar bo'ladiki, qizil lampochka anaqasi bor, bunaqasi bor deyshadi. Qadrdonlar, qizil lampochka xuddi mana shu lampochkani bo'yalgani xolos. Sizlar ikkosini yonma-yon ushab solishtirib ko'rsanglar, uni asosiy farqini bilasizlar. Почти bir xil ikkosi. Prosta bu 10 ming so'm turadi. Qizil lampochka 70 ming, 80 ming so'm turadi. Endi to'g'ri, reklamasi u qizil lampochkaniki zo'r bo'lishi mumkin, lekin ishlash prinsipi deyarli bir xil.
Bu issiqlik gradusi даже qizil lampochkaga qaraganda tezroq isitib berishi ham mumkin. Keyin bu qizil lampochkaga qaraganda ekonomichniy 150 volt. Endi u nima deydi? 200 mana shunaqa 180 mana shunaqa anaqasi vati kattaroq. Uzr, volt dorimni 180 150 vat. Qadrdonlar, mana bruderimiz tepasida yo'nkislari bor. Mana shu xonani xudo xolisa sekin-sekin bezatishni boshladik. Endi to'g'rimizga inkubator joylashtiramiz. Keyin mana bu yoqqa qapaslar yasalishi boshlanyapti. Bu xonada asosiy ikkita ish qolgan. Patologga ventilyatsionniy sistema qilamiz. Havo shamol yordamida tozalovchi deflektorlar qo'yiladi. Keyin devorlarni shovqinga qarshi akustik pardalar bilan jihozlaymiz. Men akustik pardani narxini so'rasam sal qimmatroq ekan. O'shanga men bu shovqinni o'ziga yutish uchun moskitniy setkani oq rangidan foydalanmoqchiman. Xudo xolisa. Moskitniy setka ham teshiklari bor, ovozni o'ziga yaxshigina yutadi. Bu xona ertaga bedanalar kelgandan keyin shovqin bo'lib ketishi mumkin. Endi xo'rozchalar baribir qattiqroq sayraydi. Meni hozir ahamiyat berayotgan bo'lsanglar ham ancha-muncha mana shu ovozimni o'zi devorlarga urilib o'sha shovqin hosil qilyapti. Xudo xolisa akustik pardalarni o'rnatganimizdan keyin bu shovqin ancha kamayadi. Bedanachalar sayrayotganda imkon qadar shu shovqinni mana shu pardalar yutorgani hisobiga bu sokin bo'ladi xudo xolisa. Tepaga 6 ta havo tortuvchi jabralarni qo'yamiz. Shu bilan shamol yordamida osmonga chiqarib tashlaydigan deflektorlar bor. Nerjavika 304 marka. O'shalardan xudo xolisa qo'yganimizdan keyin bu xonamiz pashti tayyor bo'ladi. Qadrdonlar, sekin-sekin mana shu nimalar qilayotgan qaysi jarayondaliklarni sizlarga qo'yib boraman. Mabodo kimdir bedana boqishni boshlayotgan bo'lsa, mana shu kanalga qo'shilib olishinglarni maslahat beraman. Sababiki ertaga mana shu xona tayyorlayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak, keyin go'sht yo'nalishida boqish yaxshimi yoki tuxum yo'nalishida boqgan yaxshimi, qaysi birini qanchalik foyda yoki xarajatlari bor, sekin-sekin ko'rib bilib olasizlar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Hammangizga rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlar bilan tilla temirchi bo'ldi. Rahmat sizlarga.